Вот. Mana bugun Yashnobodda ham shamollaganlar o'zim boshchiligimda keldilar. Mana ayolimiz yo'talyaptilar. Yo'talganliklari xususida mana jigarrang выделение kelib boshlagan. Qizlar shamollasanglar, yo'tal boshlansa, darhol terapevtga murojaat qilinglar. Ko'rib, yo'talni to'xtatish kerak. Yo'tal bola uchun xavfli. Birinchidan matkada tonus chaqiradi. Tonus chaqirganda matka mushak organ tonus bo'ladi baribir dedik, lekin sheykamizda qisqarish chaqirib qo'yishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, baribir suv miqdorining ko'payishiga ta'sir qiladi. Bola uchun organizmda leykositlar ko'payadi, qon quyuqlashadi. Bir necha xil o'zgarishlar bo'ladi. Xo'p, biz shamollasak, baribir общий aylanib yuruvchi qon hisobiga bolada ham o'zgarishlar bo'ladi. Demak, shunaqa ekan, qizlarjonlar, sizlarda yo'tal bezovta qilyaptimi yoki boshqa o'zgarishlar, nasmir, burunlaring bitib qolgan, demak, havo yetishmovchiligiga olib keladi. Baribir organizmda kislorodga bo'lgan talabni to'liq qondirib bera olmaysizlar. Shunday ekan, sizlarga lorga va terapevtga murojaat qilinglar. Shunday